Qo'ziyo'lash mashina bozorida sotiladigan Delfinning Nexia 2 bor. 1.6 lux konditsioner bo'lgan. Lekin konditsioner endi ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Mashinamiz ideal holatda 5 kurukdan oshgan ekan mashinamiz. Mashina probeg muhim emas, muhimi sostoyaniya degan gap bor akalar. 80talik metangacha bor. Mashinamiz kraskasi toza, epetida petno bor deyapti. Espera kalpoklari uyda ekan, bemalol qo'shib berar ekan. Balon holati orqa yangiday bo'lib turibdi hozir. Orqa yangi, oldilari 40% akalar. Ikkita oldiga qo'ysangiz bemalol qishda o'tkazsangiz bo'ladigan yaxshi bo'ladi. Mashinamizda umuman ish yo'q. Motoriga 8 million xarajat qilib yangidek qilib qo'yilgan ekan. Xolos 7-8 yil umuman bezatka ishlaydi deyapti. Mashinamizning narxi 50 million kelishadigan joyi bor deyapti. Egalar raqamini pastga qoldiraman, bemalol telefon qilib savdo qilishingiz mumkin. Mashinamiz ideal holatda. Kim beriladi? General Davens beriladi. Beriladi akalar.